Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, hurmatli Xorazm viloyatida maktablarda ishlayotgan zavучlarimiz, direktorlarimiz, ko'pchiligingiz menga Instagramdan murojaat etib turibsizlar, lekin qaysi tumandansizlar, qaysi maktab direktorlarisizlar men bilmay turibman. Rotatsiya bo'yicha savol yo'llabsizlar menga. Men rotatsiya bo'yicha men qisqacha o'zimni tushunchamni aytib o'tchakman. Hammangizga endi men Instagramda отвечать eta olmadim. Rotatsiya degani bu yomon bir nima emas, tushuncha emas. Rotatsiya просто joy almashtirish. Ya'ni boshqa maktabga sizni rotatsiya qilishadi, o'rningizni almashtirishadi. Buning hech qanaqa yomon joyi yo'q. Men bir paytlari harbiy qismda faoliyatimni amalga oshirganda, o'sha yerda ishlaganimizda bizda ham o'sha nachalniklarimizni, rahbarlarimizni rotatsiya qilishgan. Bu korrupsiyani oldini olish uchun qilingan. Men ham so'raganman o'sha paytda nima uchun yaxshi ishlab turgan rahbarimizni boshqa joyga yubordingiz, boshqa viloyatga deganimda, mana shu korrupsiyani oldini olish bo'yicha deb menga tushuntirishgan. Xuddi shunday hozir endi joriy yilda maktablarda, bog'chalarda mana shu rotatsiya amaliyotini boshqarmalar tomonidan, ya'ni viloyat boshqarmasi tomonidan amalga oshirilyapti. Ya'ni bu как бы probaga qilib ko'rinyapti. Agarda ish bersa, ya'ni muhim bir joyda o'tirib ishlaydigan direktorlar ko'proq mana shu maktablarda, qaysi maktablarda ko'proq жалоба shikoyat tushgan bo'lsa, demak o'sha maktab direktorlarini boshqa joyga o'tirib qo'ygan bo'lsa, bir joyda masalan 5 yil, 10 yil davomida direktorlik qilayotgan bo'lsa, demak o'sha maktabning direktorini boshqa maktabga almashtirishadi, ya'ni kollektiv bilan almashadi. Всё. Boshqa buni hech qanaqa yomon joyi yo'q, qo'rqishi joyi yo'q. Shuning uchun ham men maktab direktorlariga aytmoqchiman, xavotir olmanglar. Sizlar ishingizni yo'qotmaysizlar. Просто agar o'zingizga halol, o'zingizga chestni bo'lsangizlar, to'g'ri yo'lda ishlayotgan bo'lsangizlar, hech qanaqa buni qo'rqinchi joyi yo'q. O'zi ko'rib turibmizki, mana o'qituvchilar qanchasi shikoyat qiladi direktorlar ustidan, tanish bilishini ishga oldi, tanish bilishiga dars berdi yoki yana boshqa tanish bilishini stolovoyga ishga oldi, maktabning oldiga bufet qo'ydi, tanishi degan gaplar bo'lyapti. Mana shunday gaplar bo'lmasligi uchun rotatsiya degan tushuncha juda ham bir qo'l keladi-da, korrupsiyani oldini olish bo'yicha bu. Meni tushuncham shu. Men sizlarga shuni maslahat beraman, hech qanaqa panika qilishni keragi yo'q. Bu demak yangi ish o'rniga o'tasiz xolos, lekin oyligingiz shu bo'ladi. O'sha oladigan mukofot pulingiz ham shu bo'ladi. Shunchaki bir tizimda yangilanish bo'ladi, bo'ldi. Meni o'ylaymanki, to'g'ri tushunasizlar va hech qanaqa bir xavotirga asos solmaysizlar. Bu narsa hech qanaqa yomonlikka olib kelmaydi. Mana hozir boshqa viloyatlarda ham rotatsiya ketyapti. Hech kim hech qanaqa жалоба shikoyat qilayotgani yo'q. Biz Toshkent shahrida ham o'tirib bu narsalarni eshityapmiz. Ammo sizlarga Instagramda birma-bir javob berishni xohlamasdan sizlarga video tarzida yo'lladim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli ustozlar, ishingizni davom ettiraveringlar. Hech qanaqa bir qo'rqinchli joyi yo'q.